Ameliyatda inson erishayotgan ne'matlar, minnatdorlik bildirishga tegishlik, shukr qilishga tegishlik ne'matlar intayin ko'p bo'lib, buning eng ro'shan, eng muhim, eng ko'zga ko'rinarli o'g'ini insonning dunyoga keltirilish ne'mati. İnsan atrofidagi yeshi uzun cho'ng har narsaga qarag'anida, masalan, 50-60 yil ilgari yozilgan kitoblar bo'ladi. Qarasak, o'qib turib, bir narsalarni to'yimiz, his qilamiz. Mushu kitob yozilgan vaqtda men yo'qdim. Mening yashimdan cho'ng qadimiy imoratlarni ko'ramiz. O'ylaymizki, mushu imorat silingan vaqtida men bu dunyoda yo'q. Allah subhanahu wa ta'ala sura insonning birinchi oyatida insonga buni aslatib, hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Taqiy vaqtlarda inson degan narsa yo'q deydi. Har inson o'zi haqida o'ylanib baqsa, 30 yoshga kirgan inson 31 yil ilgari dunyoda mavjud emas. Yani buning hammasi insonga bir narsalarni his qildiradi. O o'zimi minnatdorlik tuyg'usi. Allah subhanahu wa ta'ala bizga bu dunyoga akilish orqali marhamat qildi. Bu dunyoga akaplam qo'ymay, biz mushu vujudga mavjud bo'lganimizdan tortib, yani onamizning qursiqidagi kichik holatda mavjud bo'lganimizdan tortib, ta o'lganga qadar bizning mavjudiyatimizning davomininki, uzuq tuluki ve onun mənbəsini bizə hazırlab bergen ne'mat. Bunun beşi, yani bizning bu dünyadaki mevcudiyetimizin davamının beşi, ata-anamızın kalbiga taşlagan, balığı bo'lgan mehribonlik ne'mati. Sura Tahaning 39. oyatida "Wa alqaytu alayka mahabbatan minni" "Wa alqaytu alayka mahabbatan minni" ata-ananing balığı bo'lgan mehr muhabbati, qalblardagi bu mehr muhabbatlar Allah tarafidan taşlangan ki ata-ana şu mehr muhabbetinin türküsüde balısı üçün üzünü pida qiladi. Bazı bir eserlerde kelgan ma'lum bir payg'ambar yo'lda ketib o'tib bir ayolning tunuga naya qilayotganligini ko'rgan. Tununing qishida balasi o'ynab turdi. Har nonni yaqib bo'lib balasini quchoqlab, suyib, purab degandek bir xil mehribonligini bildirayotganda bu payg'ambar şu asarda deyilishicha bu rahmatdan nahayeti, bu mehribonlikdan nahayeti hayron qilib Allah subhanahu wa ta'ala duo qilib bu rahmatning buyukligi haqida nido qilganda, buning qalbiga shunda tushgan, ey bandam, bu mening shu onining qalbiga qo'ygan rahmatim. Men uni tatib olaman hozir. deb Allah onining qalbidagi rahmatni tatib olgan. Bala shunda yig'ilishiga onining achchiq kiplam, aplam to'nroq silib o'tgan degan bir asar var. Demek biz o'zaro mayli ata-onaning balığı bo'lgan mehr muhabbati, ayol mehr muhabbati, qarindoshlar o'tirdagi mehr muhabbat, qulim qo'shnilar, insonlar o'tirdagi mehr muhabbatning hammasi Allohning bizga bergan mehr muhabbati. Ya'ni bizning bu dunyoda normal o'sib yetishimizning birinchi asosi bo'lgan mehr muhabbat. Bu Allah'ın birinci nimet. Bizni avval yarattı, bu dünyaya keldi. Bu dünyada ösüp yetilişimizge asas olan mehr muhabbet nimet. Bunun özü Allah'ın bir nimeti bizge nispeten. Yani bu yerde biz birinci kılıp Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki bizni ata-anadan, bir ana olan bir dadadan yaratıp dünyaya ekelgenligiga özümüzün minnetdarlığını bildirsek. İkinciden bizning yaşashimiz uchun bizga ta'minlab bergan ta'minotlar. Buning 5'i de ata-onaning qalbidagi bizga kuynab biz uchun barlig'ini bag'ishlaydigan bir mehr muhabbet ne'matiga shukr qilish bizning ustimizga tushadi. Ata-onaning balaga bo'lgan mehr muhabbatni inson tasavvur qila olmaydi. Ajoyib, yani o'zining balasi uchun, balasining rohati uchun, balasining yuqori darajalarga chiqish uchun ata-ona hamma narsani beradi. Demak, radga tizgan vaqtimizda birinci Allah'ın bizga bergan ne'mati, biz minnatdorligimizni bildirishga tegishli, shukr qilishga tegishli ne'mat Allah'ın bizni yaratgan ne'mati. İkinci qatim bizga lozimlik bütün narsalarni, yemek,
içmek, hava ve ondan başka hamma narsa. Biz mesela hava işletkenimizge hiç fatura tölemeymiz mesela. Su, energiya iş qilib biz özümüz elayotgan, Allah tarafından ta'minlanayotgan hech qanday bir narsaga biz bir narsa ötmeymiz, yani bir narsa tölemeymiz, onun pulunu tölemeymiz. Bunun hammasi Allah subhanahu va taolodan bizga bergan xolis ne'mat. Ata-onaning bayatini deganimizdek mehribonlik bizni biz uchun o'zini bag'ishlaydigan bir xil ruh, bu bir Allohning ne'mati.